Darvozaxona holati zo'r, tayi bo'yab qo'yilgan, devorlar obloy qilingan, ayvon, ko'tarma ayvon hamda mana yerda qo'shimcha mehmon uzmon uchun bir xona mehmonxonasi bor. Mana shu mehmon keladi, bemalol mana shu kuzab ketaveradigan joy ekan. Kirib kuzating. Romlar akva qilingan, holati zo'r. Tevarak dekor plash qilingan. Svet, suv, gazdan boshqa muammo yo'q. Birinchi navbatda baqa kiramiz огородga. Xo'p, qarang. Огород qismi mana shu dahshat, chiroyli-da. Mana shu o'tirasiz, oilaviy choy ichib, ovqat yeb, tinib tinchigan joy ekan. Ayvon qarang, cho'tki. Mana qarang, огород qarang. Pomidorlar, qulpunoylar pishib yotibdi. Mazza. Bu yerda ham qo'shimcha bir xona bor ekan. Endi bir kimga qo'yasiz? Hojatxona, kaladobka, biladobka hammalar bor. Bag'i shom bo'lyapti, xudo xolasa. Urib boshimiz kerak uyga. Endi suvimiz bor mana, suvni ochib qo'yamiz. Suv bor. Xo'p, darvozaxona kak xorazmcha qilingan uy ekan. Holat endi kiraverish, holati yaxshi. Kirganingizda o'ng tomonda mehmonxona bor. Holati yaxshi. Bitta xonamiz bor ekan. Chiroyli. Mana. Bat ham katonli, ham detskiy xona ekan. Bu obloy qilingan, taylab qilingan. Rom akva. Kelishadi jihozini, MDF. Kattaga mehmonxona. Holati qarang, kattagina. Endi buni xonani ko'paytiraman degan bo'lsangiz, 2 bo'lsa bo'ladi, lekin bu bilan cho'tki, devorlar chiroyli obloy qilingan. Devorlari o'zining holati, qandillarimiz bor. Pardalar joy-joyida. O'zining alohida ikkita sanuzel bor. Hammom bo'lar, zo'r bo'lar. Hammom bo'lar, zo'r bo'lar. Yotoqxona, alohida qilgan xonalar katta ekan. Chiroyli yoqib qo'yamiz. Mana. Xonalar akalar katta. O'sha 5 xona, 6 xona, 7 xona uyimiz bor ekan. Holat. Agar aeroport Otchopar tomonda, katta yo'lda bas 2-mahallada uyim sotilyapti. Narxni uyda egalar 130 ming AQSh dollari ozmoz kami bor. Pastga no'mliqlar yig'ishlari mumkin. Salomat bo'lasiz.